Assalomu alaykum. Faz Yo'ldosh oldi sotuvchi kanali obunachilari. Mana bugun 2025-yil sanamiz 4-may sanasi kuni videoni qilyapmiz. Mana pergorodkalarimiz razmeri 12 ga 60 30 10 ming so'm narxi. Endi tushungan kelib tushunadi. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosingizlar. Mana bu katta abishli qishlarimiz razmeri 60 ga 30 20 qurg'on tayyor. Qurg'on tayyor qishlarimiz. Bu qishimiz qurg'on tayyor. Narxi 14 ming so'm. Mana latoklarimiz bor. Latoklarimiz ham bor, tumbalarga narxda ham bor. Qurgan tayyor qishlarimiz juda ham mustahkam, juda ham qattiq mana. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosingizlar. Telegramda ham gruppamiz bor. Faz Yo'ldosh oldi sotdi reklama bepul degan gruppamiz bor. Unga ham odam qo'shib obuna bo'lib qo'yingizlar. Mana qurg'on ishlarimiz juda ham ko'p. Narxdan taklif qilyapti. Manzilimiz Bulung'ur tumani Faz Yo'ldosh Savqis Center Turkiston to'yxona yonida. Bu yoqda boya bir akamiz aytdi, qimmat ekansan dedi. Yo'q, mana kaltipalik bir akamiz aytdi, qimmat ekansan dedi. Hay, mana pularimiz ham xizmatda. Kelinglar, kelishtirib chiqarib beramiz. Kubi 80 ming so'm. Bir kubi 80 ming so'm chiqaramiz. Pularimda yog'i chiqarib beramiz. Kubi 80 ming so'm. Yanada kelishtirib chiqarib beramiz, yog'i ko'p bo'lsa. Lagalar ham arzon chiqarib beramiz. Mana ko'nglimga yoqsa tekin ham chiqarib beraman. Shu inson ko'nglimga yoqsa tekin ham chiqarib beraman. Mana shunaqa gap bo'libdi. Kubi 80 ming so'm. Mana boshqa yerlarda 100 ming so'm, 120 ming so'm. Mana shunda mana shu bugun istadan bo'lsa arzon qildik. Hammasini arzon qildik. Kubi 80 ming so'm. Kelishtirib, yanada kelishtirib chiqaramiz. Pularga xizmat bo'lsa. Bir ikki yerda gap bo'libdi. Ana akash aka qimmat, akash qimmat. Qimmat emas. Kelishtirib chiqarib beramiz. Mana kubi 80 ming so'm shu pularga juda ham chiroyli qilib chiqarib beramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosingizlar. Telegramdan ko'rayotgan akalar, ukalar Faz Yo'ldosh oldi sotdi reklama bepul degan gruppamiz Telegramda. YouTube'da Faz Yo'ldosh oldi sotdi uz degan kanalimiz bor. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Telegramga odam qo'shingizlar. YouTube'da kanalimizga o'tib obuna bo'lingizlar. Yangi reklamalar qilamiz. Shunaqa gaplar, akalar, ukalar. Mana g'ishlarimiz, endi g'ishni uzoq tushuntirishim kerak. Men 14 ming so'm sotayotgan sababi gipsimiz 40 kilolik 3 ta g'ish chiqadi. 3 kilo simit solyapmiz. 3 ta g'ishga 3 kilo simit solamiz. Har bitta g'ishimizga 1 kilodan tushyapti. Boshqa yerda
35 kilolik gips 1,5 kilo sement silyapti. Shuning uchun arzon. Hay, u ham qursa qattiq bo'ladi. Lekin mahsulot kam. Bizlarga ziyat. Shuning uchun 14 ming so'm joyda yuklab beramiz. 3 mingta, 4 mingta olgan odamga yanada kelishtirib beramiz. Birdan 2 mingta, 3 mingta olgan odamga kelishtirib beramiz yana. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman.